Assalomu alaykum, sizlar bilan YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan davrasiz suhbatlar. Xo'sh, bugungi videomizda sizlar bilan akkauntimni tanishtirib va qanday qilib tez tanga almashish yo'llarini o'rgatib o'taman. Xo'sh, akkaunt olib keladigan bo'lsak, Antony Full Ayarzabal budur. Shuni ismini uncha tilimga kelishmaydi. 89 Barkolia 81 ajoyib Arlegule sariq kartasi Rivaldo 88 Royes. Xo'sh, buni katta ehtimol bilan sotib yuboraman do'stlar. Dumfries va Eder Milito teziklari ajoyib bo'lgan Buckingham va Indika buni ham sotib yuboraman va 96lik Federico Di Marco. Mantini bor, Hawson bor, keyin Cucurella bor, Sanoqda 78 kartasi, Felix bor, 85lik teziklari, tezlanishlar ajoyib. Nico Paz, Argentinada porlayotgan futbolchi va Nidaye bor, Ilaman Nidaye buni ham sotib yuboraman. Harry Kane bor do'stlar. Ko'p shotda 96 bo'lgan va buyog'i Jonathan David buni ham sotaman. Malen bor, Daniel Malen buni ham sotib yuboraman. Boltamana bu ajoyib bo'lgan va Isador uzr yo'da xatoliklar bor. Isador va Darwin Nunes. Buning ham Husanov bilan daji tezligi 1 va hozirda dastda yo'qolib ketayotgan Paul Pogba bor. Yaxshi. Akkauntim boshqa joylarga bo'lsak, stadion mana ko'rinishi. Xo'sh, Urbana 32 mani. Stadion soni 78 ming. Xo'sh, mana tuman. Stadion tuman. Mana Chados o'ynamayman. 39-o'rinda turibman. Yana shu keyin yana mana Savitiyani bir marta o'ynadim. Oxirgisida Fulak bilan tashlab yubordi va yutqazib qo'ydim. Keyin yana o'ynadim, keyin yutqazib qo'ydim. Bu yerda McTominay va Salah keldi. Muhammad Salah. Do'stlar, men bu akkauntimga Kylian Mbappe yoki Erling Haalandlarni olmayman. Men shu akkauntning o'zini full qilib kuchaytirishga harakat qilaman. Xo'sh do'stlar, sizlar bilan bir Levantega qarshi o'ynaymizmi yoki jonli o'ynaymiz? Mayli, FIFA o'ynay qolamiz. Maqsadimiz mana shu Liverpoolni. Voy do'stlar, Ramos'i bor akkauntdan tashlayapti bu do'st. Qanday endi? Do'stlar, men shunaqa Turkiya charxlashdaman endi. Aytgancha barchada menda Kurtuvaning 85lik kartasi. Netim ammo. Xo'sh, o'yin boshlandi. Antony Barkolia yo'q. Qotyapti telefon. Xo'sh, o'yin sabab. Xo'sh, zarba. Uzr do'stlar, stoyka bo'lib qoldi. To'g'ri tepish kerak edi. Endi Kylian Mbappe uniki ham stoykaga tegmoqda do'stlar. O'xshash vaziyat.
Hint. Barkolyami yo'q. Oyarzabal. Mbappe. Rivaldo. Dika. Xo'sh, yetadimi? Antoni to'pni olib qo'ydi. Antoni ketmoqda. Xo'sh, yo'q. Birdan pas. Xo'sh, birdan pas beramiz do'stlar. Yo'q, menda shu o'tkazmayapti. Xo'sh, sizning akkauntingizning urvenini yozib qoldiring kommentariyada. Dumfries, Arda Oyarzabal for 85lik va yo'q. Serxio Ramos tebishga bermayapti do'stlar. Haqiqiy himoya qiroli Serxio Ramos. To'g'ri, Real Madrid tarkibini yig'ibdi bu akamiz. Yoanna Ertnet tamom. Vinicius Junior. Rodrigo ekan ajoyib fint. Va Jordan Pickford. Mbappe. Hozircha hisob 0-0. Omad kelmayapti u jamoada ham, mening jamoam. Birinchi taym yakunlandi do'stlar. Mening birinchi katta videom. Harry Kane, Joe Felix, Hausen, Nico Pas, Abduqodir Husanov. Mana uni bosamiz do'stlar. Mening maqsadim stadionimni full qilish. Stadion full. Ana Savitiyani yutolmadim-da do'stlar. Voy, yana stoykani ko'zlayapti bu. Men boshida stoykani ko'zlovdim, shunda foydamni olmagandim. Voy, Husanovdan xato. Kylian Mbappe. Yana stoyka. Sanabdim, lekin juda qattiq xato bo'ldi do'stlar. Gol bo'lgandami? Uni menda ishda aldadib. Yo, internet qotib qo'ygan. Voy do'stlar, omad kelmayapti bugun. Hausen pas. Voy do'stlar, hamma stoykani ko'zlayapti. Bu endi hech kimning omadi kelmayapti. Yo'q. Nega men yuqoridan pas bermadim do'stlar? Mening futbolchilarimning bo'yi past do'stlar. Men nima yuqoridan pas berib o'ynamayman? Yo'q do'stlar. Ani Carvajal 97. Ani Carvajallar 81 ratingda. 82ligi menimcha. Husanov, yo'q, internet yana mamma. Kylian. Voy, yomon qolgan. Voy, yana qotdi. Nima bo'lyapti bu internetga? Qatishini qaranglar do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Biz tezroq 20 ta bo'lishimiz kerak. Yana internetda muammo. Do'stlar, nahotki yutqazamiz. Harry Kane birga bir Harry Kane. Bizni mag'lubiyatdan qutqaryapti Harry Kane. O'yin yakunlandi hisobida. Mening aytgancha Fransiyaga bolельщик qilaman. To'g'ri, bugun Fransiyaga yutqazdi. Lekin baribir Fransiya do'stlar.